Bu Xitaylar şu kadar yoğunlap ketkenki terisi sığmay, terisi patmay ahire Afrika'da bir qaysi devlet bir devlet bağında aeroplandan tushganda yotqizib qo'ygan odamlarning dumisiga dastlab mangan. Bu uchun men 2020-yili shu 10-oyning 10-kuni bo'lgan kunda o'zimning Facebook'da ham berilib ekanman. Bugun shu 4 yillik kunlar menga eskartish beribdi. Hozir qarasam shu bakin o'rtaqlashib qo'ydim. Bu Xitoylar dahshat dedilashqanday. Bu insonlarni yotqizib qo'yib, tepaga dastlab mana bu Xitoyni hozir hamda bo'lsa sotqisini bu Xitoyni soltuvas bo'ladi hamda. Bu Xitoy yaxshi yana bor. Bunun kim ekanligini biladi yaxshi. Mushi darajaga yetib ketgan Xitoy hamda hozir hamda turmushga ozroq yedi, lekin yana chuvchimidi Xitoylar. Ma resimdagi ma Xitoyninki bağan davlatininki qaysi kelgan topdim. Buningki shu Republika Kiribati deyilgan. Bu davlat Tinch okeandagi bir davlatkan. Avstraliyaning ustidagi bir orol davlatkan. Bu yerda shu 520 mingdak aholi bir davlatkan bu. Bu shu ma'vilqa Xitoyninki aşağı turuşluq baş elçisini almıştırdı ekan. Mayin kelgan baş elçisini ashta kutib olibdi. Bu Xitoyning ismini yo huquqini ham nez qo'yibdi. O Xitoyning ismi Tongsangan deydi, Tongsangan. Shu davlatga baş elchilar borgan. Xitoy 2020-yili 8-oyda bo'lgan bu.